ishtirokchilari, xalq deputatlari shahar kengashining navbatdagi 4 nafar deputat uzrli sabablarga ko'ra ishtirok etmayapti. Sessiyada shahar kengashi deputatlari, tegishli tashkilot, korxona va muassasalar rahbarlari, nodavlat notijorat tashkilotlar, siyosiy partiyalar hamda ommaviy axborot vositalari vakillari qatnashmoqda. Sessiyani ochiq to'g'risida kimda qanday taklif bor? Sessiya ochilsin degan taklif tushmoqda. Shu taklifga qo'shilgan deputatlar qo'l ko'tarib tashlab berishlarini so'rayman. Qarshilar, betaraflar, qaror qabul qiling. Rahmat. Xalq deputatlar shahar kengashining navbatdagi 25-sessiyasini ochiq deb e'lon qilaman. Hurmatli deputatlar, mahalliy davlat hokimiyati to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunining 1-moddasiga binoan sessiya kotibini saylashimiz kerak. Sessiya kotibligiga 3-konchilar saylov okrugidan shahar kengashi deputati Suvonova Dilnozor Nurdinovani saylash to'g'risida taklif bor. Boshqa takliflar bormi? Yo'q. Bo'lmasa sessiya kotibi etib deputat 3-konchilar saylov okrugidan shahar deputati Suvonova Dilnozor Nurdinovani saylansin degan deputatlar qo'l ko'tarib tasdiq etishni so'rayman. Qarshilar, betaraflar, qabul qiling. Rahmat. Hurmatli deputatlar, endi sessiya kun tartibi va reglamentini tasdiqlab olishimiz kerak. Sessiya kun tartibi va reglamenti loyihasi Telegram kanali orqali elektron tarzda taqdim etilgan. Kun tartibiga boshqa o'zgartirish qo'shimchalar bormi? Yo'q. Bo'lmasa ovozga qo'yaman. Qarshilar, betaraflar, qabul qiling. Rahmat. Hurmatli deputatlar, sessiya kun tartibida birinchi masala shahar dehqon bozorida 2026-yilning 1-chorak davomida narxlar barqarorligini saqlash, aholini asosiy turdagi oziq-ovqat mahsulotlari bilan kafolatli ta'minlash bo'yicha olib borilgan ishlar to'g'risida iqtisodiyot va moliya bo'limi boshlig'ining birinchi o'rinbosari Suvonov Nuray Ishqatovichning hisobotini eshitamiz. Marhamat. Assalomu alaykum hurmatli deputatlar, sessiya ishtirokchilari. Zarafshon shahrida narxlar barqarorligini saqlash va aholini asosiy turdagi oziq-ovqat mahsulotlari bilan kafolatli ta'minlash bo'yicha Markaziy dehqon bozori hududida arzonlashtirilgan oziq-ovqat mahsulotlari yarmarkasini doimiy faoliyati yo'lga qo'yilib, shahardagi tegishli korxona va tashkilotlar tomonidan nazoratga olingan. Zarafshon shahri asosan sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish sohasiga ixtisoslashgan bo'lib, asosiy turdagi oziq-ovqat mahsulotlari qo'shni hududlardan tayyorlov korxonalari hamda tadbirkorlik subyektlari tomonidan olib kelinadi. Shu nuqtai nazardan shahar aholisiga bugungi kunda belgilangan me'yorlar bo'yicha asosiy turdagi oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan yillik talab har bir mahsulot kesimida o'rganib chiqilib, ehtiyojning aniq hisob-kitobi belgilab olingan. Shahar aholisining yillik talabiga asosan qishloq xo'jaligi mahsulotlarining asosiy turlari bilan ichki iste'mol bozorini ta'minlash uchun 2.6 ming tonna mol va qo'y go'shti, 1.3 ming tonna tovuq go'shti, 10.7 ming tonna sut mahsulotlari, 21.7 million dona tuxum, 898 tonna baliq, 10.2 ming tonna kartoshka, 3.2 ming tonna piyoz, xuddi shu kabi sabzi mahsulotlari, 0.9 ming tonna o'simlik yog'i, 1.9 ming tonna poliz, 7.5 ming tonna mevalar, 2.4 ming tonna uzum va 900 ming tonna 0.9 ming tonna guruch, shakar hamda un mahsulotlari zarur bo'ladi. Ushbu oziq-ovqat mahsulotlari shahardagi yirik tadbirkorlik subyektlari hamda shahar dehqon bozori tomonidan aholiga yetkazib beriladi. Ushbu yo'nalishlarda shaharda 2025-2026 yillarning qish-bahor mavsumiga hududiy tayyorlov tashkilotlari tomonidan 1683 tonna qishloq xo'jaligi mahsulotlari zaxira jamg'arish rejalashtirilgan. Shaharda bu borada ichki bozorda narxlar barqarorligini ta'minlash hamda aholi ehtiyojlarini kafolatli ta'minlash bo'yicha 10 ta tayyorlov korxonalari jalb etilib, asosiy turdagi qishloq xo'jaligi mahsulotlarining zaxirasi ortig'i bilan yaratilib, joriy yilning yanvar oyidan boshlab belgilangan reja grafikka asosan shahar aholisiga arzon narxlarda sotib kelinmoqda. Zarafshon shahar Navro'z dehqoni mas'uliyati cheklangan jamiyat tomonidan
2025-yilning o'tgan davrida iste'molchi, aholi va tadbirkorlik subyektlariga dehqon bozorida ko'rsatilgan xizmatlarni yaxshilash va raqobat muhitini oshirish hamda narxlar barqarorligini ta'minlash maqsadida bir qator ishlar amalga oshirildi. Dehqon bozorida kirish darvozasi to'liq ta'mirlanib, ma'nan eskirgan yozuvlarning harflari yangi zarhal harflar bilan almashtirildi. Hududga kuchaytirilgan internet aloqa tizimi o'rnatilib, foydalanishga topshirildi. Qishloq xo'jaligi mahsulotlari sotish ayvoni ostida xaridor, iste'molchi va xizmat ko'rsatayotgan tadbirkorlarni doimiy yangiliklar bilan xabardor qilib borish maqsadida katta ekranli televizor, monitor o'rnatildi. Qo'shimcha radiouzillar joylashtirildi hamda yangi yoritish jihozlari bilan to'liq ta'minlandi. 3 dona bankomat joylashtirildi. Xuddi shunday qishloq xo'jaligi mahsulotlari sotishga mo'ljallangan ayvon 2005-yilda qurilgan bo'lib, yaqin yillar ichida umuman ta'mirlanmagan. Ushbu ayvonda to'liq ta'mirlashlar olib borildi. Issiq havoda iqlimni pasaytirish maqsadida mikroklimatlar o'rnatildi. Hududdagi poliz maydoni yoki yoyma bozorchada faoliyat yuritayotgan tadbirkorlik subyektlari va iste'molchi xaridorlarga qulaylik yaratish maqsadida quyoshdan himoya qiluvchi yengil konstruksiyali ayvonlar qurildi. Elektr yoritish jihozlari o'rnatilib foydalanishga topshirildi. Joriy yilda shu kabi ishlar mo'jizalar maydonchasi bozorida ham davom ettiriladi. Dehqon bozori hududidagi avtoturargohga elektron shlagbaumlar o'rnatilib foydalanishga topshirildi. Hududda aholiga arzonlashtirilgan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini sotishga mo'ljallangan bitta savdo yarmarkasi, alohida oziq-ovqat, guruch, dukkakli mahsulotlar sotishga mo'ljallangan bitta savdo yarmarkasi, arzonlashtirilgan go'sht mahsulotlari sotish uchun ikkita savdo yarmarkasi, baliq mahsulotlari sotishga mo'ljallangan bitta savdo do'koni qurib ishga tushirildi va doimiy ravishda faoliyat olib bormoqda. Bozor hududidan chiqmagan holda tovuq go'shti, tuxum, sut va sut mahsulotlari sotish uchun alohida yengil konstruksiyali savdo do'konlari qurilib foydalanishga topshirildi. Hozirgi kunda aholiga xizmat ko'rsatib kelmoqda. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Kun tartibida masala yuzasidan so'zga chiquvchilar bormi? Marhamat. Narx-navo masalasida o'zi barqarorligi bo'yicha gapirib o'tsangiz, aynan shu go'sht masalasi yildan yilga bizga har doim dolzarb mavzu bo'lib keladi. Hozir arzonlashtirilgan yarmarkalar bor, to'g'ri, bozorda go'sht xarid qilishingiz mumkin. Lekin mana shunaqa yarmarkalar tashkil qilayotganda shu tadbirkor manfaatlari va o'sha sotilayotgan go'sht sifati, chunki mana sifatiga va suyakli go'shtlar ko'payishiga ta'sir qilishi mumkin-da bu narsa. Shular ham o'rganilganmi? Masalan, mana bunaqa sifatsiz go'sht sotiladigan bo'lsa ham hozir ko'pchilik go'sht suyib kelib qishloqlardan belgilanmagan joylarga sotish holatlari ko'payapti-da. Mana shular ham nazoratga olinganmi? Aynan go'sht va go'sht mahsulotlari bo'yicha mas'ul tashkilot bor shaharda, veterinariya tashkiloti. Har doim, har kuni ertalab bozorda ham, yirik savdo komplekslarida ham go'sht va qishloq xo'jaligi mahsulotlariga laboratoriyasida tekshiruvdan o'tkazib, ruxsatnoma beradi. Shundan keyin sotuvga olib chiqadi. Siz aytayotgan ayrim holatlar bo'lyapti, hammamiz xabarimiz bor. Mikrorayonlar ichida, ya'ni ko'p qavatli uylar ostida qishloqdan olib kelib turib sotadigan holatlar uchrayapti. Bu bo'yicha ham mahalla raislariga ham aytilgan, veterinariya jamoatchilik tashkilotlari bilan aniqlangan holatlar bo'yicha tushuntirishlar bor. Bunaqa holat qilmaslik, o'zini me'yoriy talablari borligi, ruxsatnoma olishi kerakligini tushuntiryapti. O'sha tadbirkor manfaatiga, arzon sotayotgan tadbirkor manfaatiga zarar yetkazmayaptimi? Masalan, belgilangan, arzonlashtirilgan yarmarkalardagi go'sht narxi demoqchiman, sifatiga va manfaatiga. Yo'q, hozir xabarlaringiz bor. Import bo'layotgan go'sht mahsulotlari bor. Tabiiy holda bu o'zi arzonlashgan narxga kelyapti. Bu ta'sir qilmaydi. Boshqa savollar yo'qmi? Sizga chiquvchilar? Yo'q, agar ruxsat bersangiz, assalomu alaykum. Bitta iltimosim bor edi, hurmatli rais. Nurali bitta muammo bo'lyapti-da, mana o'zi avvaldan muammo edi u. Bozorning narigi tomondagi yo'lni bir tomonlama yuradigan qilib, endi shu bozorga kelgan odamlar avtotransport bilan kelib juda tor haligi nimadan stoyanka foydalanadi. Shu yerda yana bitta muammoli vaziyat bo'lyapti. Endi yangi magazinlar qurildi-ku bu yerda. Shu yerda nimalarnidir qo'yib, mashinalarni kirishga qo'ymayapti.
Ana kelib stayaga parkovka qilishga qo'ymayapti-da. Shuni ham qandaydir bir o'sha tadbirkorlarga tushuntirish kerak. Uyum bozorini to'g'risini aytyapsizmi? Orqa taraf. Dehqon bozori, garajlar tomonidagi yo'l bor-ku, shu tomon. Qaysi kun bir fuqaro bilan o'sha tadbirkor o'rtasida haligi kelishmovchilik ham bo'layotgan ekan. Shu holat bo'yicha u fuqaro juda ham norozi bo'lib, ko'pol haligi gaplar bilan haqorat ham qilib ketdi tadbirkorni. Shuni bir iltimos bo'ladi. Tushuntirish kerak balkim tadbirkorga. Uni joyi emas, unga zayd qilib qo'yishni o'zini o'tidir. protokolga kirish kerak o'sha bozorga. Boshida aytiladi-yu, katta mashinalar to'xtaganligi zarar beryapti. Lekin ba'zi o'sha katta yuk mashinalari hozir ham borda. Uchun uni o'sha katta yuk mashinalarini aytiladi-ku, o'sha faqat yukini tushirib keyin ketish, masalan, yuksiz holatda ham qancha turganligini, masalan, u haftadan bu haftaga bozor borsam ham ko'zim tushyapti-da, ko'ryapmiz. O'sha ayniqsa shanba bozor katta yuk mashinalari u yerda to'xtamasligi kerak. O'zi xalq o'sha kun chiqadi-da, nima savdo uchun. Shu mashina yana bir qarab baribir tartibga olish kerak. O'sha yo'l bo'yicha ham lekin haqiqatda shunday chora-tadbirlar ko'ryapmiz. O'sha bir tomonlama qilindi, undan keyin hozir yana boshqa chora-tadbirlarni ko'ryapmiz. Kameralashtirish masalalarini ko'ryapmiz. Tadbirkorlarni ham bir boshqa joyga ko'chirish masalasini ham o'ylab ko'ryapmiz. Uni yechamiz. Marhamat. Moddachi agar ruxsat bersangiz, mana shu masala bo'yicha men xabar olib chektirganmiz. O'sha bir tomonlama agar o'sha katalog turbaqonlaridan bo'lsa, hozir deputatlarimiz aytgan masala hammasi istangan cho'zilib, o'sha garaja tomonidan ham tadbirkorlik subyektlari bir qavatlama bo'lib, u masala shu bilan yechiladi-da. U masala ko'rilyapti, bu masalasi hammasi kelishib protokolga ekan. Tushunarli. Biz manbai dokka bog'liq bo'lgani uchun bu masalani hozircha ko'rib chiqyapmiz. Ijobiy hal bo'lgandan keyin ma'lum qilamiz. Boshqa savollar yo'qmi? Sizlarga ushbu masala yuzasidan Telegram kanali orqali elektron tarzda qaror loyihasi taqdim etilgan. Qaror loyihasini asos sifatida bildirilgan taklif va mulohazalar bilan to'ldirilgan holda qabul qilish uchun ovozga qo'yaman. Qarshilar, betaraflar qabul qilindi. Rahmat. Sessiya kun tartibidagi ikkinchi masala shaharda jamoat transportining o'z vaqtida harakatlanishini ta'minlash borasida ko'rilayotgan choralar hamda avtomobil yo'llarini qurish, qayta qurish, ta'mirlash va saqlash holati to'g'risida qurish, to'siqlarsiz muhit yaratish, kommunikatsiyalar, kommunal xo'jalik, ekologiya va ko'kalamzorlashtirish bo'limi bosh mutaxassisi Sarvar Tohirovich hisobotini eshitamiz. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar, sessiya ishtirokchilari. Navoiy viloyatining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishni jadallashtirish, tadbirkorlikni yanada qo'llab-quvvatlash, investitsiyalarni jalb qilish, har bir tuman va shaharni istiqbolsizligidan kelib chiqib rivojlantirish dasturi bo'yicha 2024-yil 12-dekabrda Navoiy viloyatining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi PQ 430-sonli qaror qabul qilingan. Mazkur qarorning 12-ilovasi 103-pozitsiyasida Uzayskor Turistlar A379 yo'lining Uchquduq Zarafshon yo'lida 198 kilometrda yo'l qurish ishlari olib borilmoqda. Undan tashqari 13, 14, 19 kichik tumanlarda joylashgan Yangi O'zbekiston massivida yo'lni qurish belgilangan. Bugungi kunda A379 yo'lning 109 kilometrda Zarafshon shahriga kirib keluvchi avtomobil yo'lini qurish Sarmazor Trans MCH tomonidan amalga oshirilmoqda. Zarafshon shahar 13, 14, 19 kichik tumanlarda joylashgan Yangi O'zbekiston massivini avtomobil yo'lini qurish Reabil MCH tomonidan amalga oshirilmoqda. Bugungi kunda shaharda Trans Servis MCH tomonidan jam bo'lib 16 ta avtobus harakatlanmoqda. 16 ta avtobusdan 6 tasi yangi turdagi zamonaviy avtobuslarga mo'ljallangan.
shundan shahar atrofi diametri bo'ylab ikkita yo'nalish bo'yicha harakatlanadi. Bu harakatlanish har bir ostanovka yo'lida 20 minutda harakatlanadi. Avtobus o'sha 6 ta kelgan avtobus ijtimoiy ko'nikmaga muhtoj fuqarolar uchun barcha qulay shart-sharoitlar mavjud. Xususan yo'laklarida panduslar bor, nogironlar uchun, keyin undan tashqari konditsionerlar bilan jihozlangan. Muruntow, Davgustow yo'nalishi bo'yicha avtobuslar harakatlanadi. Yangi Zarafshon, bundan tashqari Tomdi hududi bo'yicha ham avtobuslar harakatlanmoqda. Shu bilan qisqacha ma'ruzam shu. Savollar bo'lsa, boshqa so'zga chiqishlar yo'qmi? Bo'lmasa sizlarga ushbu masala yuzasidan Telegram kanali orqali elektron tarzda qaror loyihasi taqdim etilgan. Qaror loyihasi asos sifatida bildirilgan taklif va mulohazalar bilan to'ldirilgan holda qabul qilishni ovoz qo'yaman. Qarshilar, betaraflar, sessiya kun tartibida 3-masala mahallani rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish yo'li dasturi O'zbekiston 2030 strategiyasining hududlar kesimida ijro etilishi to'g'risida yoshlar siyosati, ijtimoiy rivojlantirish va ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'lim bosh mutaxassisi Do'stona Baxtiyor Halimjonovichning hisobotini eshitamiz. Marhamat. Assalomu alaykum hurmatli sessiya ishtirokchilari, deputatlar, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining havolasi bor. 2016-yil 16 fevraldagi mahallalarni rivojlantirish va jamiyat yuksaltirish yo'lida ustuvor yo'nalishlar bo'yicha islohotlar dasturlari va O'zbekiston 2030 strategiyasini amalga oshirish bo'yicha davlat dasturi to'g'risidagi KF 22 sonli farmonning Zarafshon shahrida ijrosi to'g'risida ma'lumot. Mazkur farmon O'zbekiston Respublikasi Prezidentining O'zbekiston xalqi va Oliy Majlisga murojaatnomasida belgilangan islohotlar ijrosini samarali tashkil etish, mahallalar infratuzilmasini takomillashtirish va ularga yangi O'zbekiston qiyofasini olib kirish, iqtisodiyotni texnologik va innovatsion o'sish modeliga o'tkazish hamda ichki bozorda talabni rag'batlantirish, kasblar rivojlantirish va yangi mehnat bozori arxitekturasini yaratish, ekologik muvozanatni ta'minlash va suvdan oqilona foydalanishni tashkil etish, davlat boshqaruvi va sud tizimini takomillashtirish, jamiyatda birdamlikni ta'minlash orqali uni yuksaltirishga qaratilgan ustuvor islohotlar ijrosini ta'minlash maqsadida qabul qilingan. Mazkur farmon ijrosini ta'minlash maqsadida Navoiy viloyat hokimining 2026-yil 21 fevraldagi 4150/26 son qarori, shunga asosan Zarafshon shahar hokimining 2026-yil 27 fevraldagi 49578/26 sonli qaror bilan davlat dasturi tasdiqlandi. Mazkur davlat dasturi jami 7 ilovadan iborat bo'lib, birinchi ilova mahalla infratuzilmasini yanada takomillashtirish va ularga yangi O'zbekiston qiyofasini olib kirish bo'yicha ustuvor islohotlar dasturi bo'yicha 2026-yilga mo'ljallangan amaliy tadbirlar rejasi 4 banddan iborat. Shundan rejadagi 3-band mart oyida belgilangan band ijrosi mahalla xodimlari faoliyatini ilmiy asosda tashkil etish, ularning bilim va ko'nikmalarini doimiy rivojlantirish tizimi yo'lga qo'yish reja grafika asosan viloyat hokimligida o'quvlar tashkil etilib 6 nafar mahalla raisi malakasini oshirib kelmoqda. Dasturning ikkinchi ilovasi iqtisodiyotni texnologik va innovatsion o'sish modeliga o'tkazish hamda ichki bozorda talabni rag'batlantirish bo'yicha ustuvor islohotlar dasturi bo'yicha 2026-yil mo'ljallangan amaliy tadbirlar rejasi 5 banddan iborat. Reja asosida mart oyida 1-band bo'yicha jami 4 million dollarlik investitsiyalar o'zlashtirish rejalashtirilgan va bugungi kunda 6 million dollar statistik hisobotlar topshirilgandan so'ng qolgan 6-aprelga qadar 100% ga yetkaziladi. Ikkinchi loyihaning ikkinchi bandi bo'yicha shaharda eksport sanoat mahsulotlari 500 ming dollar amalga oshirish rejalashtirilgan bo'lib, amalda 555 ming dollar eksport amalga oshirilib, 111% ga bajarildi. Ushbu bandlar shahar hokimining o'rinbosari Sardor Ibotov hamda investitsiya savdo-sanoat bo'limi tomonidan ijrosi ta'minlangan.
Dasturning 3-ilovasi kasblar rivojlantirish va yangi mehnat bozori arxitekturasini yaratish bo'yicha ustuvor islohotlar dasturi mo'ljallangan amaliy tadbir rejasi 2 banddan iborat. Mart oyida rejalashtirilgan 2-band bo'yicha hamkorlik Xitoy bilan hamkorlik qo'yilgan, shartnoma imzolangan, ta'lim hamkorlikda boshlash uchun memorandum imzolangan. 18-aprel kuni 2 nafar xodim hamkorlik bo'yicha Xitoyning Chongqing shahriga Chunsin g'arbiy ta'lim ishlab chiqarish integratsiyasi tadqiqot institutiga stajirovkaga yuborilmoqda. Shu bilan birga Xitoy tajribasi asosida texnikumlarda O'zbekiston Xitoy istiqbolini tashkil etish bu Navoiy viloyati Karvona tumanida Ekinson texnikum tanlab olingan. 4-ilova ekologik muvozanatni ta'minlash va suv resurslaridan oqilona foydalanish samarali tashkil etish bo'yicha ustuvor islohotlar dasturi bo'yicha 2026-yilga mo'ljallangan amaliy tadbir rejasi 2 banddan iborat. Ushbu ilovadagi mart oyida amalga oshirish lozim bo'lgan 2 band ijrosi ta'minlanib, amaliy tadbirlar doirasida yashil bog'lar va yashil devorlar barpo etildi. 130 mingga yaqin mevali manzarali daraxt, bo'ta ko'chatlar ekildi. Dasturning 5-ilovasi davlat boshqaruvi va sud tizimini takomillashtirish, jamiyatda birdamlikni ta'minlash orqali uni yuksaltirish bo'yicha ustuvor islohotlar dasturi 2026-yilga mo'ljallangan amaliy tadbir rejasi bitta banddan iborat. Ushbu band aprel oyiga bajarishi belgilangan. Dasturning 6-ilovasi O'zbekiston 2030 strategiyasi mahallani rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish yilda amalga oshirishga oid davlat dasturi bo'yicha 2026-yil amaliy tadbirlar rejasi 38 banddan iborat. Zarafshon shahar tibbiyot birlashmasi asosiy mas'ul bo'lgan mart oyida rejalashtirilgan 7-8 bandlar aholi o'rtasida eng ko'p uchraydigan kasalliklarni barvaqt aniqlash va ular kasallanishini keskin kamaytirish uchun profilaktik ko'riklar jadvali tasdiqlanib, band ijrosi ta'minlandi. 7-ilova mahallani rivojlantirish dasturning 7-ilovasi mahallani rivojlantirish, jamiyatni yuksaltirish yo'lida ustuvor yo'nalishlar bo'yicha islohotlar dasturi va O'zbekiston 2030 strategiyasini amalga oshirishda oid davlat dasturi ijrosini ta'minlash bo'yicha shahar ishchi guruhi tarkibi tasdiqlangan. Shahar ishchi guruh tarkibi ishchi guruh rahbari shahar hokimi Nazorat Rahmonov, barcha o'rinbosarlar, shuningdek ichki ishlar, inson ijtimoiy xizmatlari, yoshlar ishlar bo'limi, soliq inspeksiyasi ichki guruh tarkibiga kiritilgan. Shahar hokimligi bosh mutaxassisi Berdisanov ishchi guruh kotibi hisoblanadi. Qisqacha axborotni tugadi. Mavzu yuzasidan savollar bormi? Rahmat. Kun tartibidan boshqa masala yuzasidan boshqa so'zga chiquvchi yo'qmi? Bo'lmasa sizlarga shu masala yuzasidan Telegram kanali orqali elektron tarzda qaror loyihasi taqdim etilgan. Qaror loyihasini asos sifatida bildirilgan taklif va mulohazalar bilan to'ldirilgan holda qabul qilish ovozga qo'yaman. Qarshilar, betaraflar qabul qilindi. Rahmat. Sessiya kun tartibidagi 4-masala 2026-yilning 1-choragi davomida shaharni kambag'allikdan xoli hududga aylantirish borasida hamda ishsizlik va bandlikni, ayniqsa jazoni ijro etish muassasalaridan qaytgan shaxslar ta'minlash bo'yicha olib borilgan ishlar to'g'risida shahar kambag'allikni qisqartirish va bandlikka ko'maklash bo'lim boshlig'i Jo'rayev Mirzo Bahodirov hisobida eshitamiz. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli Ustun Boltayev, hurmatli deputatlar. Ruxsatlaringiz bilan shaharda 2026-yil 1-choragida kambag'allikdan xoli hududga aylantirish borasida va ishsizlik va bandlikni, ayniqsa o'sha jazoni ijro etish muassasalaridan qaytgan ishsizlarimiz bandligini ta'minlash borasida qilgan ishlar to'g'risida qisqacha hisobot beraman. Ruxsatlaringiz bilan shaharda hisobot davrida mehnat resurslari soni 53.927 nafar tashkil etib, shundan 45.947 nafar iqtisodiy faol aholi hissasiga to'g'ri keladi. Xususan, iqtisodiyot sohalarida band bo'lganlarning umumiy soni 44.239 nafar fuqarolarni tashkil etadi. 2026-yil 1-yanvar holatiga 36.955 nafar fuqarolar iqtisodiy sektorda band bo'lib, 5.243 nafar fuqarolar iqtisodiyotning norasmiy sektorda band bo'lib hisoblanadi, band bo'lgan.
joriy hisobot davrida 1708 nafar fuqarolarimiz ish so'rab murojaat qilgan fuqarolarimiz ro'yxatga olingan bo'lib, bu iqtisodiy faol aholiga nisbatan 3.7% tashkil etadi. Joriy yilning yanvar-mart oylarida bo'lim tomonidan 257 nafar fuqarolarga turli masalalarda xizmatlar ko'rsatilgan bo'lib, shundan 134 nafari erkaklarni, 123 nafari ayollarni tashkil etadi. Yoshlar esa 113 nafari tashkil etadi. Murojaat etgan ishsiz fuqarolarning 152 nafari shaharda faoliyat ko'rsatayotgan korxona va tashkilotlarga doimiy ishga joylashtirilgan. Bo'lim tomonidan joriy yilning yanvar-mart oylarida 59 nafar fuqarolarga 6 ta yo'nalish bo'yicha vaucher tizimi orqali kasblarga o'qitib kelinmoqda. Bundan tashqari kvotalangan ish o'rinlari bo'yicha muhtaram Prezidentimiz 126-sonli farmonlari asosida 2026-yilda 65 ta korxona tashkilotlariga 239 ta kvotalangan ish o'rinlari zaxirasi yaratilgan bo'lib, joriy yil yanvar-mart oylarida 23 nafar fuqarolarimizga zaxiralangan ish o'rinlariga joylashtirildi. Bundan tashqari yanvar-mart oylarida 6 marotaba bo'sh ish o'rinlar yarmarkasi tashkil etilib, ushbu yarmarkada 270 nafar ishsiz fuqarolarimiz ishtirok etib, shundan 139 nafari doimiy ishga joylashtirilgan bo'lib, 23 nafariga ishsiz fuqarolarimizga vaucher tizimi orqali, ya'ni kasblar va malakasini qayta o'zgartirishga, o'qitishga vaucherlar tarqatildi. 115 nafar fuqarolarimizga turli xildagi xizmatlar ko'rsatilib, tushuntirishlar amalga oshirildi. Joriy yanvar-mart oylarida 8 nafar jazoni ijro etish muassasalaridan sudning qaroriga ko'ra, ya'ni tibbiy tusdagi majburlov choralari qo'llangan shaxslarga ozod qilingan bo'lib, ushbu davr mobaynida 6 nafari doimiy ishga joylashtirilib, 2 nafari hozirgi kunda jarayonda turibdi. Shaharda kambag'allik hamda ishsizlikdan holi o'tganlantirish maqsadida 15 ta mahalla fuqarolar yig'inimizga 6-bosqich doirasida qurishda kambag'al oilalar aniqlangan bo'lib, ushbu kambag'al oilalarga rahbarlar biriktirilib, bularga xizmatlar amalga oshirib kelinmoqda. Jumladan 42 ta oilaga barqaror bandlik va yuqori daromad topishga ko'maklashildi. 132 ta oilaga kafolatlangan tibbiy xizmat ko'rsatildi. 34 ta oilamizga, ya'ni ta'lim va kasb-hunarga yo'naltirildi. 47 nafar fuqarolarimizga, o'sha kambag'al oila a'zolariga ijtimoiy xizmatlar ko'rsatildi. 29 nafar fuqarolarimizga yashash sharoiti bo'yicha, yaxshilash bo'yicha xizmatlar ko'rsatilib kelindi. Bundan tashqari O'zbekiston Respublikasi Prezidenti 2026-yil 5-fevraldagi 2026-yilda hududlarni yangicha yondashuvlar asosida rivojlantirish orqali aholi daromadini oshirish, barqaror ish o'rinlarini yaratish va kambag'allikni qisqartirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 49-sonli qarorlariga muvofiq joriy yilning yanvar-mart oylarida shaharda yangi ish o'rinlarini yaratish reja topshirig'i 2116 tani tashkil etgan bo'lsa, amalda 3661 ta yangi ish o'rinlari yaratildi. Hisobot davrimizga hali soliq hisoboti bilan solishtirilmagan, sababi 15-aprelda bu soliq hisoboti bilan solishtiriladi. Reja ortiq bilan bajarildi. Bular sohalar yo'nalishida oladigan bo'lsak, aholini doimiy ish bilan band qilish yo'nalishida 337 ta yangi ish o'rni yaratilishi rejalashtirilgan bo'lib, joriy hisobot kunigacha bo'lgan holatda 439 nafar, ya'ni reja ortiq bilan bajarildi. Bundan tashqari investitsiya loyihalarini ishga tushirish hisobiga 23 ta, xizmatlar ko'rsatish va servis yo'nalishini ishga tushirish orqali 79 ta, qurilish sohasida 19 ta, bo'sh ish o'rinlariga 139 ta, banklar o'z mijozlari bilan uchrashuv o'tkazish orqali 182 ta ish o'rinlari yaratildi. Ish o'rinlarini soyadan chiqarish maqsadli ko'rsatkichlarning hisobiga yanvar-mart oylarida reja topshirig'i 730 ta edi, legallashtirish bu. Bu hisobot davrida 1418 taga ortiq bilan bajarildi. Bunda o'sha soliq qo'mitasi, ya'ni davlat soliq inspeksiyasi orqali 1049 ta, inson markazlari, ya'ni inson ijtimoiy xizmatlar markazi tomonidan 13 ta, kambag'allik qisqartirish bo'limi orqali 75 ta, transport vazirligi hisobiga, ya'ni qurilish yo'nalishi bo'yicha 74 ta, uy-joy kommunal xo'jaligi bo'yicha 213 ta, turizm qo'mitasini yaratilgan ish o'rinlari bu 4 tani tashkil etdi. Aholini daromadini oshirish yo'nalishi ham bor. Yanvar-mart oylarida demak 1274 ta yangi ish o'rinlari yaratish rejalashtirilgan bo'lib, bu
joriy hisobot kunigacha 1804 tani tashkil etilib, bu reja ortiq bilan bajarildi. Bundan tashqari loyihaviy yondashuvlar va infratuzilma loyihalari bo'yicha kambag'allik qisqartirish va bandlik ko'maklash bo'limi tomonidan 359 ta yangi sho'rlar yaratilib, bular o'sha nimalarning hisobiga to'g'ri keladi? Mahalladagi hokim yordamchilarining faoliyatini rivojlantirish va o'sha mikro loyihalarni tashkil etish hisobiga 218 tani, voucher tizimi orqali 60 tani, moliyaviy qo'llab-quvvatlash, ya'ni daromadni oshirish yo'nalishida 31 tani, mahalla ixtisoslashuv yo'nalishi bo'yicha 50 ta yangi sho'rlar yaratildi. Iqtisodiyot va moliya bo'limi tomonidan 301 ta yangi sho'rlar yaratildi. Bu o'sha gavjum ko'chalar 24 ga 7 yo'nalishlarda yangi sho'rlar yaratildi. Markaziy bank tizimi, ya'ni hududimizdagi tijorat banklari tomonidan 1081 ta yangi sho'rlari daromad oshirish yo'nalishi bo'yicha yangi sho'rlar yaratildi. Va albatta rejani ortig'i bilan bajarib kelyapmiz. Bu ishlarimizni tizimli yana davom ettiramiz. Mavzu yuzasidan savollar bormi? Rahmat. Muntazam masala yuzasidan boshqa so'zga chiquvchilar bormi? Bo'lmasa sizlarga shu masala yuzasidan Telegram kanali orqali elektron tarzda qaror loyihasi taqdim etilgan. Qaror loyihasini asos sifatida bildirilgan taklif va mulohazalar bilan to'ldirilgan holda qabul qilishga ovoz qo'yaman. Qarshilar, betaraflar qabul qilindi. Rahmat. Sessiya kun tartibidagi 5-masala. Shaharda 2026-yilning 1-cho'ragi davomida issiq suv bilan ta'minlash holati, suv resurslaridan foydalanish samaraliligini oshirish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar hamda shaharda qish mavsumiga tayyorgarlik holati hamda aholini ichimlik suvi bilan ta'minlash, suv resurslarini foydalanish samaradorligini oshirish hamda kanalizatsiya tizimini yaxshilash borasidagi ishlar holati to'g'risida issiq manbai bosh o'rinbosari Umar Azamat Islamovning hamda Navoiy suv ta'minoti Zarafshon shahar bo'limi bosh mutaxassisi Tursunov Asliddin hisobotning ishlari. Marhamat. Assalomu alaykum. Hurmatli deputatlar va sessiya ishtirokchilari. Issiqlik ta'minoti MCJ Zarafshon filiali qozonxonasi 1968-yilda qurilgan va bosqichma-bosqich 14 ta qozon ishga tushirilgan bo'lib, shundan 9 ta bu qozonlar hamda 5 ta suv isitish qozonlaridan iborat. Loyiha quvvati 250 gigakaloriya soat, amalga ishlayotgan quvvati 110 gigakaloriya soatni tashkil etadi. Issiqlik tarmoqlarining jami uzunligi 1,420 kilometrdan iborat. Qozonxona 1996-yilda rekonstruksiya qilinib, tabiiy gazga o'tkazilgan. Issiqlik bilan ta'minlangan ko'p qavatli uylar soni 346 tani tashkil etadi. Bundan tashqari 36 ta budjet va 29 ta boshqa ulgurji iste'molchilarga issiqlik energiyasi yetkazib beriladi. Bugungi kunda issiqlik ta'minoti MCJ Zarafshon filialida faoliyat yuritib kelayotgan ishchilar soni 277 ta xodim, shundan muhandislik xodimi 61 ta, ishchi xodimlar 216 tadan iborat. 2026-yil 1-cho'rak qozonxonamizda 108.302.981 gigakaloriya issiqlik energiyasi ishlab chiqildi va iste'molchilarga 233.294 metr kub issiq suv yetkazib berildi. Ushbu issiqlik energiyasini ishlab chiqarish uchun 14.949.110 metr kub gaz va 492.174 metr kub ichimlik suvi sarflandi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 25 noyabr oyida Navoiy viloyatida tashrifi doirasida o'tkazilgan xalq deputatlari Navoiy viloyati kengashining 77-sonli bayoni bo'yicha Navoiy viloyati Zarafshon shahrining yangi 13, 14, 19 kichik tumanlariga issiqlik tarmoqlarini tortish bo'yicha 132 milliard so'm mablag'i loyiha asosida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Loyihaga binoan qo'shimcha ravishda 227 ta ko'p qavatli uylar va 13 ta ijtimoiy soha obyektlari issiqlik energiyasi bilan ta'minlanadi. Issiqlik ta'minoti MCJning ichki mablag'lari hisobidan 1,1 kilometr issiqlik tarmog'i almashtirilishi rejalashtirilgan bo'lib, amalda 4 kilometr issiqlik tarmoqlari almashtirildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil
12 dekabrdagi Navoiy viloyatini ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida PQ-430 sonli qarori ijro uchun qabul qilindi. 430 sonli qarorni 25G bandi ijrosi bo'yicha 2025-28 yillarda almashtirilishi rejalashtirilgan 113 kilometr issiqlik tarmoqlari ro'yxati shakllantirilib va 25 yil uchun nuqson dalolatlar loyiha ishlab chiqish uchun taqdim etilgandi. Viloyat hokimligining yagona buyurtmachiligiga loyiha ekspertizasi o'tkazilib, tender asosida kiruvchi tashkilot aniqlandi. G'olib Bekzod MCJ tomonidan fillarlarga quvurlarni ta'mirlash ishlari boshlangan. Zarafshon shahrida 2026 yilda rejalashtirilgan 6,5 kilometrdan 4,1 kilometr qismli quvurlar almashtirish mukammal ta'mirlandi. 2026 yilda 4,7 kilometr issiq tarmoqlarni almashtirish uchun nuqson dalomatlari loyiha ishlab chiqarish uchun taqdim etildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025 yil 11 martdagi uy-joy hamda bino inshootlarini issiqlik energiyasi bilan ta'minlash sohasini tubdan isloh qilish hamda binolarning energiya samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida 100 sonli qarorning 3-ilovasi 7-bandi asosida 2027-28 yillarda Zarafshon shahrida 103,4 kilometr uzunlikdagi issiqlik tarmoqlari yopiq tizimga o'tkazilib, 450 dona individual issiqlik punktlari o'rnatish bo'yicha dastlabki ishlar bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar va sessiya ishtirokchilari. Ruxsatingiz bilan shaharda 2026 yilning birinchi choragiga davomida aholining ichimlik suvi bilan ta'minlash, suv resurslarini samarali foydalanish hamda oqova suv kanalizatsiya tizimini yaxshilash borasida amalga oshirilgan ishlar holat to'g'risida ma'lumot berib o'tdim. Bugungi kunda shahrimizning 371 ta ko'p qavatli uylarning barchasi oqova suv tarmoqlari bilan to'liq ta'minlangan. Umumiy ichimlik suv tarmog'i uzunligi 164,5 km. Oqova suv tarmoqlari esa 94,3 km ni tashkil etadi. Mirinto qo'rg'on hududida ichimlik suv quvurlari uzunligi 14,3 km ni tashkil qiladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025 yil 21 fevraldagi PF 26 sonli farmoniga asosan yangi O'zbekiston massivini ichimlik suv ta'minoti yaxshilash bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan 2026 yilda 2000 metr, jami hisobda esa 9000 metr ichimlik suv quvuri yotqizildi. Korxonaning texnik salohiyatini oshirish maqsadida avtotraktor texnika uchastkasiga zamonaviy sinaturib rusumli gidrodinamika maxsus texnikasi olib kelindi. Oqova suv tarmoqlarida avariya tezkorlik bilan bartaraf etish ishlari amalga oshirilmoqda. Shaharda Mirinto mahallasi Davg'iston qo'rg'onida bugungi kunda 100% ichimlik suv bilan ta'minlangan. 2026 yil mart oyiga qadar Markaziy kon boshqarmasidan jami 1521,21 metr kub 13,28 milliard so'mlik ichimlik suv xarid qilinib, shundan 1204 620 metr kub 6,96 milliard so'mlik iste'molchilarga yetkazib berildi. Shaharning o'rtacha sutkalik suv sarfi 22,000 metr kubni tashkil etadi. Bugungi kunda suv tozalash inshootlarida sutkasiga o'rtacha 10-12,000 metr kub oqova suv qayta tozalanmoqda. Joriy yilning boshidan buyon 3,42 million metr kub oqova suv qayta ishlanib, shundan 3,1 million metr kub Navoiy metallurgiya kombinati AJning 3-sonli gidrometeorologiya zavodiga yetkazib berildi. Shuningdek, Zarafshon oyna MCJ bilan oqova suv tozalash inshootlarini rekonstruksiya qilish bo'yicha umumiy qiymati 2,8 million AQSh dollarlik teng bo'lgan loyiha yuzasidan shartnoma imzolandi. Hurmatli deputatlar va sessiya ishtirokchilari, yuqoridan kelib chiqib shaharda ichimlik suv ta'minoti va kanalizatsiya tizimini yaxshilash borasida tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. E'tiboringiz uchun rahmat. Ma'ruza yuzasidan savollar bormi?
Marhamat. Assalomu alaykum. Mana shu nima deydi? 12-kichik tuman, 19-kichik tuman o'rtalaridagi chorrahada nima kesishgan joy bor. Bu 26-mart kuni o'sha saylovchilar bilan bo'lgan uchrashuvda o'sha ulardan nima murojaat kelib tushgan edi. O'sha chorrahadagi joy qazilgan, hali ishlar tugatilganmi yo'qmi, rasmlarni ham tushirib tashlab beryaptilar. Ko'milmaganda ancha chuqur joyda chorrahada turibdi. Keyin bola u yerda aholi o'tadigan joyda o'tish uchun ham bir joy qilinmagan. Agar xohlasangiz rasmlarni sizga ham tashlab beraman. Shuni bir ko'rsangizki, 12-mikrorayonni 6-7 uylarni atrofida ham o'sha issiqlikka tegishli bo'lgan mana bunaqa holatli joylar borda. Issiqlik manbai emchizganmi? Ha, endi siz ham chiqdingiz-ku, nimaga o'sha uchun aytyapman. Mana shu joylarni ko'rib tashlasangiz yaxshi, bartaraf etish kerakda, chunki mana bu ham temirdan bo'lgan, ochiq, ichiga musor ham tashalgan. Yosh bolachalar o'ynab, agar tushib ketish ehtimoli bo'lsa, u jarohat olmasdan qo'ymaydi-da. O'sha mana shu joylarni ko'rib, bir chuqurlar ko'milib, bartaraf etilsa, keyin tubalar ham mana ochiq. Joyga chiqsangiz yaxshi bo'lardi. Hozir aytib o'tgandek, bizga prezident farmoni bilan 10,5 kilometr turba tortilyapti-da. O'shanga hozir 9000 metr bo'ldi. Endi 1,5 kilometr bu bozorni atrofi qilib, ungacha bo'lgan joylari ko'p kamchilik bo'lyapti quruvchi tomonidan. Bu bo'yicha hozir gaplashganmiz. Siz ko'rsatgan turba to'g'ri turibdi hozir. O'sha ayrim kamchiliklar bo'yicha joylarga olib qo'yilgan. Bu shu yilda ikkinchi choragicha nasib olmasini bartaraf qilamiz. Mana chorrahadagi nimaga aholi harakatlanishi uchun ham xavfsizlik jihatdan yo'l qo'yish kerakda. U katta chuqur qazilgan qumlik bo'ladi. Mana yomg'ir bo'ladi, boshqa bo'ladi. Qatnov doimiy borda mana o'tgan joyga. Ana shu yerda ham bir ko'rish kerak xavfsizlik jihatdan. Bu yerda bir ayol tushdi ham. Qavg'asi ham sindi. Buni hayishdi. 4 metr turbaga yotishdi, o'sha yerda olinmagan yonboshida 400 500 turbaga. Nima olish kerak? Shuni ko'rib chiqing. Yomg'ir biraz. Yana kimda savollar bor? Marhamat. Burunta omborxonasi bo'yicha 100% ta'mirlangan deb aytdingiz. Yozgi kunlari bundan davleniya, suv davleniyasi. Tepa kvartallarga umuman chiqmaydi. Shu bo'yicha qanaqa chora ko'rilgan? Bu bo'yicha bizda o'sha siz aytganingizdek bir 14 metr joyda avariya bo'layotgan ko'p joyda biz o'zimiz ham hozir yaqinda kelganmiz. O'sha 14 metr joyda sababi 14 metrda bo'lgan avariyani sababi shunday bo'lmas ekan. Buni bugun ertaga dam olish kuni hozir ishlamizdan borib o'sha 14 metr turbani almashtirib kelamiz. Keyin davleniya bo'lmaganining sababi biza suvni yetkazib berish muammo bo'lyapti-da masalasi bilan. Shuni hozir ko'rib chiqamiz, nasib bo'lsa buni ikkinchi chorakda o'rtalari bilan o'sha 100% davleniyasi ham bo'ladi. Bularni yana ko'ramiz. Boshqa savollar bormi? Boshqa savol, marhamat. Bu bo'yicha biz o'rganish o'tkazdik. Borib vodovod bilan davleniya bo'yicha berdi. Davleniya berganda pastki birinchi, ikkinchi baraklar borku, davleniya berganda pastki tomon borku, davleniyasi ko'tarilyapti. Ularda sizlarda ko'pchilik joyda kamchiliklari ham borda. Turbani ochib qo'yapti, davleniya qachib ketyapti-ku, tepa qismiga bormayapti. Keyin o'shanda Suvoqo bilan bizlar vodovod bilan kelishdik, davleniyani berganda ko'tarasiz, endi tepaga chiqmayapti. Shunda agar aytganda hozir 14 metr joydagi bir qandaydir muammo bo'lgan ekan. O'zim borib ko'rib keldim. Bugun borishimiz kerak edi, o'sha joyda almashtirishga. Juda ertaga yozgi kuni issiq bo'lgandan keyin Elbek aytgandek, u joylarga suv bormaydi. Shu navbat bilan bergan vaqtida ham o'sha ular tashqi jarayon bo'ladi-da. O'sha tomonda davleniyani ko'tarib o'sha aytgancha nima bo'ladi? Marhamat. Nimaga savol bermoqchiman? Rejalaringiz aytdingiz, o'sha 2028-yilda ham dastur bo'yicha shu yo'q quvurga o'tkaziladi. O'sha dasturlar asosida qilinayotgan ishlar, mana issiqlik tizimi ishga tushayotgan paytda o'sha quvurlardan, mana bu kranlardan zang suv kelishi va issiqlik o'sha mavsumi tugagandan keyin o'sha issiq suvning harorati pasayishi kabi muammolarga qanchalik yechim bo'ladi?
100% bilan yechim bo'ladi. O'sha 2028-yillarda bajarilsa, o'sha yo'q sistemaga o'tilsa, endi tepedagi narsa har bitta xonadonga o'sha 450 hammasi o'tgandan keyin 100% katel yo'q sistemaga o'tadi. Ya'ni biz suvimizdan hech kim foydalanmaydi, faqat issiqlik olish uchun foydalanyapti. Bizga suv qaytib kelaveradi. Bizga effektivlik bo'ladi. Suv ham ana shunaqa hozirgi mana kecha bugun ertalab ham elektr energiya bo'yicha uzilish bo'ldi. O'sha ertalab suvni hammasini loyiha bo'lib kelyapti. Keyin shu hal qilinadi. Shu uchun kiritilgan pullar ajratilyapti. Davlat xususiy sherikchilik asosida qilinadi bu. Boshqa savol yo'qmi? Sintabda boshqa masala yuzasidan boshqa so'zga chiqishlar bormi? Bo'lmasa sizlarga ushbu masala yuzasidan Telegram kanali orqali elektron tarzda qaror loyihasi taqdim etilgan. Qaror loyihasini asos sifatida bildirilgan taklif va mulohazalar bilan to'ldirilgan holda qabul qilishni orzu qo'yaman. Qarshilar, betaraflar qabul qilindi. Rahmat. Sessiya kun tartibida 6-masala shahar tabiiy gaz ta'minoti va chekka hududlarga suyultirilgan gaz yetkazib berish borasida amalga oshirilayotgan ishlar holati hamda elektr energiyasi, xususan energiyani tejovchi texnologiyalardan foydalanish, energiya samaradorligi ta'minoti aholi holati to'g'risida Zarafshon shahar gaz ta'minoti bo'lim boshlig'i o'rinbosari Usmonov Farhodning hamda shahar elektr ta'minot boshlig'i Gadoyev Xurshid Murodovichlarining hisobotlarini eshitamiz. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar va sessiya ishtirokchilari. Zarafshon shahar gaz ta'minoti bo'limi tomonidan shahrimizda gaz ta'minotini yaxshilash, aholi va ijtimoiy soha obyektlarini bir maromda tabiiy gaz va suyultirilgan gaz bilan ta'minlash bo'yicha 2026-yil 1-oyda bajarilgan ishlar bo'yicha ma'lumot bermoqchiman. Bugungi kunda Zarafshon shahrida aholi iste'molchilari 26609 tani, shundan 21951 ta ko'p qavatli, 4658 ta yerlik uylarda, 309 ta ulgurji iste'molchilar va 1760 ta suyultirilgan gaz iste'molchilarini tashkil qiladi. 2026-yilning 3 oy davomida ushbu iste'molchilarga jami 29,4 million metr kub, ya'ni 49 milliard 729 million so'mlik tabiiy gaz va 40 tonna 880 kilogramm 95 million 760 ming so'mlik imtiyozli narxlarda suyultirilgan gaz yetkazib berildi. 2026-yil uchun 3 oy davomida esa iste'molchilarga 36,7 milliard so'm mablag'lar undirildi. Bo'limiz tomonidan Oltin vodiy va Istiqlol mufiylar hududlarida 1-2 kilometr gaz quvurlari bo'yoqlandi. Navro'z mufiy va Bahor mufiylar hududida 1,5 kilometr gaz quvurlari yangidan tortilib, 4 dona gaz saqlash qurilmasi o'rnatilib, 4 ta yangidan qurilgan ko'p qavatli uylarga gaz tarmog'i tortib berildi va aholiga gaz yetkazib berildi. Tondi tumanining Sharq ofiyida 95 ta xonadonning gaz ta'minotini yaxshilash maqsadida 1 dona yangi gaz taqsimlash qurilmasi o'rnatib berildi. Shu shahrimizdagi yer osti gaz quvurlarini 20 kilometr qismi maxsus pribor usulida tekshirish olib borilmoqda. 119 ta gaz taqsimlash qurilmalari va 245 kilometr gaz quvurlari kunlik texnik ko'rikdan o'tkazish ishlari olib borilmoqda. Suyultirilgan gaz yetkazib berish bo'yicha 5 ta iste'molchilar bilan yangidan shartnoma tuzildi. 2026-yil 3 oy davomida 53 tonna 540 kilogramm limit ajratilgan bo'lib, hozirda 47 tonna 880 kilogramm suyultirilgan gaz iste'molchilarga yetkazib berildi. Iste'molchilarda noqonuniy ulanish va qoida buzishlarni aniqlash, uning oldini olish bo'yicha shahrimizda mavjud 229 ta yerli xonadonlar va yangidan qurilgan 210 ta ko'p qavatli xonadonlar qayta xatlovlar va tungi reydlar o'tkazildi. Tungi reydlar iste'molchilardan jami 18 ta holatda 96,5 million so'mlik noqonuniy va qoida buzish holatlari aniqlandi. Ushbu holatlar bo'yicha prokuratura, ichki ishlar va sud organlariga hujjatlar taqdim etilib, ushbu organlar yordami bilan yetkazilgan zarar undirilishi ta'minlanmoqda. 2026-yilda hududlarda iste'molchilarning muqobil energiya resurslaridan foydalanish, o'tkazish hamda energiya tejovchi texnologiyalarni o'rnatish orqali Zarafshon shahrida 2,6 million
metr kub tabiiy gazni hisob qilishga erishildi. Rejalashtirilgan bo'lib, hozirgi kungacha reja 596 ming metr kub bo'lib, amalda 668 ming metr kub, ya'ni 112% tabiiy gaz tejalishiga erishtirildi. Qisqacha ma'lumot shundan bo'ladi. Hozircha o'tirib turing. Qanday? Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar, sessiya ishtirokchilari. Zarafshon shahar elektr ta'minot korxonasi tomonidan shahrimizni uzluksiz elektr energiyasi bilan ta'minlash maqsadida bir qator ishlar olib borilyapti. Zarafshon shahrida jami 30.350 nafar elektr energiyasini yetkazib berib shartnoma tuzgan iste'molchilarimiz mavjud bo'lib, shundan aholi iste'molchilari 28.500 ta, ulgurji iste'molchilarimiz 1.850 nafar tashkil etadi. Barcha iste'molchilarimizga zamonaviy masofadan boshqariladigan o'sha askuy elektr hisoblagichlari to'liq o'rnatilgan. Zarafshon shahrida mavjud aholi va ulgurji iste'molchilarning elektr energiyasi soatlik iste'moli 420 ming kilovatni, oylik iste'molimiz 12 million kilovatni tashkil etadi. Zarafshon shahar elektr ta'minot hisobida jami 152 dona transformator punktlari hamda 489 kilometr yuqori va past kuchlanishli elektr uzatish tarmoqlarimiz mavjud. Zarafshon shahar elektr ta'minot korxonasi tomonidan 2026-yil davomida o'sha ta'mirlashlarni bajarish uchun rejalashtirilgan 18 dona transformator punkti, 78 kilometr 0.6 kilovatli uzatish tarmoqlarini mukammal ta'mirlash, 30 dona transformator punktlari hamda 66 kilometr elektr uzatish tarmoqlarini joriy ta'mirlash belgilangan bo'lib, bugungi kunda 4 dona transformator punkti hamda 3.8 kilometr elektr uzatish tarmoqlarimiz to'liq mukammal ta'mirlandi. 5 dona transformator hamda 4.2 kilometr 0.6 kilovoltli elektr uzatish tarmoqlarimiz joriy ta'mirlandi. Bundan tashqari, o'sha prezidentimiz 2024-yil 12-dekabrdagi 430-sonli qarorlariga asosan mana 26-yilda Zarafshon shahrining Alisher Navoiy, Oltin Vodiy, Yoshlik hamda Murunta mahallalarida jami 7 ta transformator punktimizni quvvatini oshiramiz hamda 27 kilometr elektr uzatish tarmoqlarimizni qayta rekonstruksiya va modernizatsiya qilishlarini amalga oshiramiz. Mana shuningdek, hozirgi kunda o'sha mana elektr energiyasini tejash, samaradorligini oshirish bo'yicha ham bir qator ishlarni olib boryapmiz. Mana o'sha quyosh panellarini o'rnatish bo'yicha rejalar berilgan, o'sha aholimizga, yuridik iste'molchilarimizga, bundan tashqari o'sha ijtimoiy soha obyektlariga hozirgi kunda tushuntirishlarni olib boryapmiz. Oldingi yillarda o'sha uyma-uy yurib ham tushuntirdik, mahalla-mahalla. Endi hozir o'sha fuqarolarimiz o'zlari ham tushunib olgan. Hozir 50 kilovatgacha o'sha panel qo'yishga fuqarolarimiz murojaat qilyapti. Mana kechani o'ziga ikkita iste'molchi kelyapti. O'sha 50 kilovatlik panel o'rnataman deb. Mana o'sha panelning pullari ham har oyda o'sha to'lab berilyapti davlat tomonidan. Yani şu panelni ko'proq qo'yishimiz kerak shahrimizga. Uni effekti o'sha mana 3 yil bo'ldi sinovdan o'tdi. Hamma o'zi tushundi. Shu uchun o'sha panellarini o'rnatishni ham ko'proq yo'lga qo'yishimiz kerak. Rahmat. Ma'ruzalar yuzasidan savollar bormi? Kun tartibida masala yuzasidan boshqa so'zlashuvchilar bormi? Bo'lmasa sizlarga ushbu masala yuzasidan Telegram kanali orqali elektron tarzda qaror loyihasi taqdim etilgan. Qaror loyihasini asos sifatida bildirilgan taklif va mulohazalar bilan to'ldirilgan holda qabul qilish uchun ovoz qo'yaman. Qarshilar, betaraflar qabul qilindi. Rahmat. Sessiya kun tartibidagi 7-masala shaharda 2026-yilning 1-choragiga davomida maktabgacha va maktab ta'lim tizimini rivojlantirish borasida
amalga oshirilgan ishlar hamda kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik holati to'g'risida shahar maktabgacha va maktab ta'lim bo'lim boshliq o'rinbosari Shirinov Nuruzarning suhbatini eshitamiz. Marhamat. Assalomu alaykum hurmatli deputatlar, sessiya ishtirokchilari. O'zbekiston Respublikasi ta'lim to'g'risidagi qonuni O'zbekiston Respublikasi Prezidentining F134 farmonida belgilangan vazifalardan kelib chiqib, Zarafshon shahar maktabgacha maktab ta'lim bo'limida 2026 yil 1-chorak davomida maktabgacha maktab ta'lim tizimini rivojlantirish borasida quyidagi ishlar amalga oshirib borilmoqda. Bugungi kunda tizimda 35 ta tashkilot bo'lib, 14 ta maktab, 20 ta davlat maktab ta'lim tashkiloti va bitta kelajak markazi faoliyat yuritmoqda. Maktabgacha maktab ta'limi tizimidagi ta'lim muassasalarining 25 tasi markazlashgan isitish tizimi, 4 tasi gaz, tabiiy gaz orqali, 5 tasi ko'mir yoqilg'isi orqali isitiladi. 2026 yil 24 mart sanasida qishki mavsum yakunlandi va keyingi mavsum ishlarini olib borish uchun, jumladan keyingi mavsumga tayyorgarlik ishlarini olib borish uchun kamchiliklarni aniqlash va dalolatnoma tuzish ishlari boshlangan. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024 yil 24 dekabrdagi PQ 454 qaroriga asosan 4-kichik tuman quruvchi MFDagi 13-maktabgacha ta'lim tashkiloti binosi 5 milliard 486 million so'm mablag' evaziga mukammal ta'mirlash ishlari olib borildi va 1-aprel kuni foydalanishga topshirildi. Shuningdek, o'qituvchilarning salohiyatini oshirish bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17-sentyabrdagi 572 qarorida belgilangan vazifalarni ijro ta'minlash maqsadida 2026 yil yanvar-iyun oylarida o'tkaziladigan test sinovlarida Zarafshon shahridan jami 1236 nafar pedagoglar ariza topshirgan. Shundan 978 nafar umumta'lim maktablari, 247 nafar maktabgacha ta'lim tashkilotlari, ya'ni 10 nafar musiqa maktab, 1 nafar kelajak markazi tizimiga to'g'ri keladi va bu attestatsiya jarayonlari 7-apreldan boshlanadi. Shuningdek, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida faoliyat yuritgan pedagog xodimlar hozirgi kunda 699 nafar bo'lib, ulardan 423 nafar oliy ma'lumotli, 127 nafar tugallanmagan oliy va 153 nafar o'rta maxsus ma'lumotli bo'lib, 5+1 doirasida, ya'ni dual ta'lim doirasida o'sha o'rta maxsus o'qituvchilardan, pedagoglardan so'rovnoma o'tkazildi va 56 nafari o'qish istagini bildirdi. Bu bo'yicha hujjatlash ishlari boshlangan. 2026 yil mart holatiga maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalar qamrovi darajasi 100.4% tashkil etgan. Shuningdek, 31 mart kuni Bahor mahallasida Wonder Kings xususiy maktabgacha ta'lim tashkiloti faoliyati yo'lga qo'yildi. Shuningdek, joriy o'quv yilida umumta'lim maktablarining 1258 nafar 11-sinf bitiruvchilari yakunlash arafasida ushbu yoshlarning 30 nafar 189 ballni muddatdan oldin olib, talabalikni qo'lga kiritgan. 2026 yil o'tgan davrda yil o'qituvchisi ko'rik tanlovi, Prezident sovrini uchun xorijiy tillarni o'qitish bo'yicha eng yaxshi maktab tanlovi, Turan maktab teatri, xalqaro ingliz tili olimpiadasi, asosiy fan olimpiadasi respublika bosqichi, eng yaxshi huquq fan o'qituvchisi shahar bosqichi kabi tanlovlar o'tkazildi. Shuningdek, mana shu tanlovlarning asosiy fan olimpiadasidan tarix fani 13-maktab o'quvchisi Zohidova Zilola respublikada 2-o'rinda oldi tarixdan. Shuningdek, xalqaro ingliz tili olimpiadasining saralashning 2-bosqichi junior yosh toifasi bo'yicha 4-maktab jamoasi, senior ya'ni kattalar jamoasi bo'yicha 3-maktab jamoasi viloyatda birinchilikni qo'lga kiritib, respublikaga yo'llanma oldi va bugun masalan kichik jamoa, ya'ni 4-maktab jamoasi Toshkent shahriga shu respublika bosqichiga ishtirok etishga yo'lga chiqib ketishdi. Bizni asosiy ko'rsatkichlarimiz 3-chorak bo'yicha ko'riladi va keyingi sessiyalarda bo'yicha qo'shimcha ma'lumot berib boramiz. Ma'ruza yuzasidan savollar bormi? Rahmat. Kun tartibi boshqa masala yuzasidan boshqa so'zga chiqishlar bormi? Bo'lmasa sizlarga ushbu masala yuzasidan Telegram kanali orqali elektron tarzda qaror loyihasi taqdim etilgan. Qaror loyihasini asos sifatida bildirilgan taklif va mulohazalar bilan to'ldirilgan holda qabul qilish uchun ovoz qo'yaman. Qarshilar, betaraflar,
qabul qilindi. Rahmat. Sessiya kun tartibidagi 8-masala shaharda 2026-yilning 1-choragi davomida sog'liqni saqlash, xususan tez tibbiy yordam, kafolatlangan bepul tibbiy yordam ko'rsatilishining holati, shuningdek sog'liqni saqlashning asosiy ko'rsatkichlari borasida olib borilayotgan ishlar hamda kuz-qish mavsumiy tayyorgarlik holati to'g'risida shahar tibbiyot birlashmasi boshlig'i o'rinbosari Hasanov Inoyatning hisobotini eshitamiz. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar, sessiya ishtirokchilari. Zarafshon shahrida 2026-yilning 1-choragida amalga oshirilishlar hamda asosiy ko'rsatkichlar to'g'risida qisqacha ma'lumot beradigan bo'lsak, Zarafshon shahar tibbiyot birlashmasida asosan 3 ta oilaviy shifokorlik punkti, bitta ko'p tarmoq markaziy poliklinika hamda bitta shahar shifoxonasi faoliyat ko'rsatadi. hozirgi kunda Zarafshon tibbiyot birlashmasi 83,559 nafar aholiga xizmat ko'rsatadi. Zarafshon shahar tibbiyot shifoxonasi 166 o'ringa moslashtirilgan. Xabarlarida o'tgan yilga nisbatan 20 ta yangi ko'rka o'rin ochildi hozirgi kunda. Bunda Zarafshon shahar tibbiyot birlashmasining 1-choragida kasalxonada 2567 nafar bemorlar davolanishdi. Shundan 523 nafari bolalar tashkil qiladi. Zarafshon shahar tibbiyot birlashmasiga qarashli ko'p tarmoq markaziy poliklinika hamda 3 ta oilaviy shifokorlik punktida jami 43 ta brigada tashkil qilingan. 43 ta brigadada 27 ta oilaviy shifokor hamda 162 nafar hamshiralar, patronat hamshiralar xizmat olib boryapti. 2026-yilning 1-choragida jami kasallik bo'yicha qatnovlar 1,103,770 nafar qatnov bo'lgan. Shulardan 28,645 nafarni bolalar tashkil qilgan. Birlamchi kasalliklar 3138 aniqlangan hamda dispanser nazoratiga olingan kasallar 7559 dan tashkil qilyapti hozirgi kunda. Zarafshon shahar tibbiyot birlashmasida Prezident 1-2-1-3 qarorlar asosida endokrin hamda kardiyo skrinlari har kuni har chorakda olib borilyapti. U patronat hamshiralar davomida uyma yurtib o'tkazilyapti. Kardiyo skrinlar, endoskrinlar. Bu kardiyo va endoskrinlar 40 yoshdan oshgan yuqori aholi ishlar o'tkazilyapti. Hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 5-sentyabrdagi davlat tibbiy sug'urtasi mexanizmlarini joriy etishga oid chora-tadbirlar to'g'risida 211-sonli qarori bilan Zarafshon shahar tibbiyot birlashmasida hozirgi kunda sug'urta tibbiy tizimiga o'tkazilyapti. Sug'urta tibbiy tizimiga o'tkazish munosabati bilan 28 turdagi dorilar bepul berilyapti. Hamda 24 turdagi tibbiy klinik tekshirish laboratoriyalari bepul o'tkazilyapti. Aholini yuqumli bo'lmagan kasalliklarga oldin olish bo'yicha 6950 ta targ'ibot va tashviqot ishlari olib borilgan. Bu patronat hamshiralar hamda salomatlik bo'limi tarafidan o'tkazilgan. Zarafshon shahar tibbiyot birlashmasining shu kungacha 372 nafari viloyat muassasasiga yuborilgan order asosida qolgan nimalar murojaatlar o'zimizning shifoxonaga yechilgan. Obodonlashtirish ishlari bo'yicha Zarafshon shahar tibbiyot birlashmasida 2006-yil 1-choragida 75 million so'm sarflangan bo'lib, bu tashqi tarafli gazon bilan qoplangan. Dori-darmon 1-choragida 279 million so'mlik dori-darmon olingan. Shu bilan chorak qilingan ishlar boshlanadi. Mavzulardan savollar bormi? Savol yo'q, menda masalan hozir bu shu tibbiy birlashma bo'yicha shaharda 1-choraga deb gapiryapti. Desanchasdan siz sizlar xizmat qilishdasiz. Sizlar ko'p bo'lishi mumkin kanaman. Bu to'liq bo'lmadi hozir shahar bo'yicha.
Qanaqasi? Bor shu yerda. Bu kishi ham chiqadimi? Aytadimi? Savollarni javob beradi. Bor. Faqat yaxshi ish. Bu holat bo'yicha aniqlayapti. Boshqa savol Boshqa savol bo'lsa qo'zg'alardan ikkita nimani birlashtirib olib qo'yamiz. shunday qilishgan. Bo'ldi, tamom. O'shanda to'lab qo'yamiz. To'lib qolamiz. Rahmat. Kun tartibi masala yuzasidan boshqa so'zga chiquvchilar bormi? Bo'lmasa, sizlarga ushbu masala yuzasidan Telegram kanali orqali elektron tarzda qaror loyihasi taqdim etilgan. Qaror loyihasini asos sifatida bildirilgan taklif va mulohazalar bilan to'ldirilgan holda qabul qilishga ovoz qo'yaman. Qarshilar, betaraflar qabul qilingan. Rahmat. Sessiya kun tartibidagi 9-masala shaharda xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash, ularga tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirishga ko'maklashish, shuningdek xotin-qizlarning huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish borasida amalga oshirilgan ishlar to'g'risida shahar hokimi o'rinbosari oila xotin-qizlar bo'lim boshlig'i Tursunova Laylo Zaynabovaning hisobotini eshitamiz. Marhamat. Assalomu alaykum, Sudin Boltayevich, hurmatli deputatlar va bugungi sessiya ishtirokchilari. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev boshchiligida mamlakatimizda xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash, ularning ijtimoiy siyosiy darajasini oshirish, ish bilan ta'minlash, kasbga o'qitish, ehtiyojmand xotin-qizlarni muammolarini yechish borasida ko'p ko'lamli chora-tadbirlar mamlakatimizda amalda oshirilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining aholini ijtimoiy himoya qilish tizimini takomillashtirish taomillarini takomillashtirish to'g'risidagi 2025-yil 7-yanvardagi PFM 17-sonli farmoniga asosan O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining ayollar daftari, yoshlar daftari va saxovat va ko'mak jamg'armasi mablag'lari hisobidan ijtimoiy yordam ko'rsatish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror bilan Zarafshon shahrida 1400 nafar xotin-qizlar ayollar daftariga kiritildi va mana shu hozirgi mavzumizga oid birinchi va ikkinchi toifaga kiritildi. 400 nafar ishlash istagi bo'lgan ishsiz xotin-qizlar, ularni hozirgi kunda yanvardan boshlab 90 nafarini bandligi ta'minlandi. Tadbirkorlik yo'nalishiga 105 nafar xotin-qizimiz istagini bildirgan va ro'yxatga kiritildi. Bugungi kunda tijorat banklari tomonidan imtiyozli kreditlar ajratilishi boshlandi. Umumiy ayollarning kredit olishi bo'yicha mikrokredit bank tomonidan 55 nafar xotin-qizlarga 831 million, Xalq banki tomonidan 83 nafar xotin-qizga 525 million so'm, Milliy bank tomonidan 14 nafar xotin-qizimizga 340 million va Asaka bank tomonidan ajratilgan 97 nafar xotin-qizimizga 2 milliard 766 million so'm ajratildi. Shuningdek, Ipoteka bank tomonidan 58 nafar xotin-qizimizga 8 milliard 481 million tadbirkorlik qilish uchun kreditlar ajratildi. Tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'yish istagidagi 15 nafar xotin-qizlarning ro'yxatlari daromadli ayol dasturi doirasida kichik sexlarni tashkil etish uchun ko'maklashilib, bugungi kunda 6 nafari o'z faoliyatini boshladi. Bundan tashqari, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining ayollar daftari, yoshlar daftari va saxovat va ko'mak jamg'armasi mablag'lari hisobidan ijtimoiy yordam ko'rsatish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida qarori asosida har bir mahalladan 3 nafardan tadbirkorlar eng yaxshi ijtimoiy loyiha tanlovida ishtirok etib, Zarafshon shahridan 45 nafar xotin-qizimiz ishtirok etdi va ulardan 15 nafari g'olib deb topildi. Endi ayollar daftari jamg'armasi tasdiqlangandan so'ng, qarori chiqqandan so'ng bular ham o'z faoliyatini boshlaydi. Kasb-hunarga o'qitish istagi bo'lgan ishsiz xotin-qizlarning 59 nafari shahar kambag'allikni qisqartirish va bandlikka ko'maklash bo'limi tomonidan vaucher asosida o'qitildi. Shuningdek,
Bundan tashqari Geomet o'quv markazi bor. Geomet o'quv markazida 40 nafar xotin-qizlar massaj va uy hamshirasi o'quv kurslarida birinchi chorakda o'z sertifikatlarini olib o'qidilar. Ayollar bandligini oshirish va ularni tadbirkorlikka jalb qilish maqsadida tajribali, muvaffaqiyatli lider tadbirkorlar ayollarga ishsiz yoki daromadi past bo'lgan 3 nafar xotin-qizdan biriktirildi. Bu ham bazaga kiritilgan. Asosiy maqsadimiz xotin-qizlarni ish bilan ta'minlash, oilaviy daromadini oshirishdan iborat. Lider ayol ular uchun ustoz vazifasini bajaradi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 3-dekabrdagi xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlashga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi P.F.240-sonli qarorga asosan farmon ijrosi amalga oshirish bo'yicha Zarafshon shahrida ham tadbirkorlik maskani barpo etiladi va tadbirkorlik maskanida oila maskani negizida bo'lyapti. Podvaldan ham joylar olinib, o'sha yerga ham to'liq tadbirkorlikka yo'naltiriladi. Xotin-qizlarimiz o'zi ishni boshlab, eng kami 3 tadan yoki 5 tadan xotin-qizimizni ish bilan ta'minlaydi va ayollar daftaridan xotin-qizlarni o'z ishiga oladi. Tadbirkorlik ko'nikmalariga o'qitish hamda biznes rejalarini shakllantirish bo'yicha 103-sonli bilasizlar, oila va xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash tizimini yanada takomillashtirish to'g'risidagi qarorga asosan Zarafshon shahridan ham 20 nafar xotin-qizimiz u hafta yuborildi Bo'stonliq tumaniga, dam olish oromgohiga va tadbirkorlik ko'nikmalarini o'rganish maqsadida. Shuningdek, mana bu qarorga asosan biza yana yilni oxirigacha 150 nafar xotin-qizimizni yuborishimiz kerak bo'ladi va hokimimizning tashabbuslari bilan mana shu yuborilgan xotin-qizlarni tadbirkorlikka yo'naltiramiz va ularni alohida ro'yxatini shakllantiramiz. Axborotim tugadi. 3 oy davomiga qilingan ishlarimiz shundan iborat va shuningdek aytib o'tishim kerak bo'ladi. Daromadli ayol bizaga loyihasi ham 49-sonli farmonga asosan tashkil etilgan va mart oyida 41 nafar xotin-qizimiz ham a'zo bo'lgan. Ularni ham ishlarini davom ettirib, yanada kengaytiraveramiz ishlarimizni. Mavzu yuzasidan savollar bormi? Yo'qmi? Kun tartibi masala yuzasidan boshqa so'zga chiqishlar bormi? Rahmat. Bo'lmasa sizlarga ushbu masala yuzasidan Telegram kanali orqali elektron tarzda qaror loyihasi taqdim etilgan. Qaror loyihasini asos sifatida bildirilgan taklif va mulohazalar bilan to'ldirilgan holda qabul qilishni orzu qilaman. Qarshilar betaraflar qabul qilindi. Rahmat. Sessiya kun tartibiga kiritilgan qo'shimcha masala 2026-yilning 1-mavsumida Zarafshon shahrida jamoatchilik tomonidan ovoz berish jarayoni yakunlariga ko'ra eng ko'p ovoz to'plagan takliflarni saralab olish hamda jamg'arma lavozimlaridan moliyalashtiriladigan tadbirlar to'g'risida iqtisodiyot va moliya bo'limi boshliq o'rinbosari Farruh Nodir G'afurovning hisobotini eshitamiz. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli rais, deputatlar, ishtirokchilari. 2026-yil 1-mavsum bo'yicha qarorlarning taklifiga asosan open byudjet takliflar berilib, shu takliflar ichidan 5 ta g'olib bo'ldi. Ruxsat bersangiz hisobot emas, shu 25 hisobotini aytmasdan vaqtlar bo'lmasligi uchun 26ni birdan 100 g'oliblarni aytsam ruxsat bersangiz. Birinchi o'ringa Konchilik mevkida joylashgan 3-sonli maktab binosini Tomski Provnasti va ta'mirlash taklifi g'olib bo'ldi. Ikkinchi o'ringa Bahor mahallasida hududda joylashgan axborot kutubxona, yangi kutubxona quryapmiz. O'sha taklif g'olib bo'ldi. Uchinchi o'ringa Geolog mahallasidagi istirohat bog'i ta'mirlash va rekonstruksiya qilish, shuni bilasizlar o'sha. Masjid to'g'risidagi o'sha geolog va o'sha 3-o'rin shu g'olib bo'ldi. Va
bitta 4-strategiyamiz bog'chamiz kechirasiz. Bog'chamizda kanalizatsiyasi uchun 384 million so'm va yangi Zarafshon Mefi hududidagi xiyobonda kirish stella va darvoza o'rnatish park qurilyapti. Bilasizlar, Zarvex degan o'sha Zarvex o'sha Olak tarafida 5-o'rin bilan o'sha taklifimiz g'olib bo'lib o'sha obodonlashtirish o'sha o arka deyiladi, o'sha qilish bo'yicha 5 ta Zarafshon shahri bo'yicha g'oliblar aniqlandi. Unga 6 milliard 476 million so'm pul ajratdik. Rahmat. Savollar? Mavzu yuzasidan savollar bormi? Rahmat. Kun tartibi masala yuzasidan boshqa so'zga chiquvchilar bormi? Bo'lmasa sizlarga shu masala yuzasidan Telegram kanali orqali elektron tarzda qaror loyihasi taqdim etilgan. Qaror loyihasini asos sifatida bildirilgan taklif va mulohazalar bilan to'ldirilgan holda qabul qilishni orzu qilaman. Qarshilar, betaraflar qabul qilindi. Rahmat. Hurmatli sessiya ishtirokchilari, endi sessiya kun tartibiga tasdiqlash uchun kiritilgan masalaga to'xtalib o'tsam. Sessiya kun tartibiga kiritilgan qo'shimcha masala O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qonunchilik hujjatlari ijrosini samarali tashkil etishda davlat boshqaruv organlari va mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlari rahbarlarining shaxsiy javobgarligini kuchaytirishga doir qo'shimcha chora-tadbir to'g'risidagi 2021 yil 10 fevraldagi PF 61-66 son va davlat organlari va tashkilotlarida ijro intizomini yanada mustahkamlashning qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida 2025 yil 25 iyuldagi PF 117 son farmonlari ijrosi yuzasidan 2026 yilning 1-oyida olib borilgan ish to'g'risida masala kiritilgan. Sizlarga ushbu masala yuzasidan Telegram kanali orqali elektron tarzda qaror loyihasi taqdim etilgan. Qaror loyihasini asos sifatida bildirilgan taklif va mulohazalar bilan to'ldirilgan holda qabul qilishni orzu qilaman. Qarshilar, betaraflar qabul qilindi. Rahmat. Xalq deputatlari shahar kengashi sessiyasi kun tartibida kiritilgan barcha masalalar muhokama etib bo'lindi. Xalq deputatlari shahar kengashi navbatdagi 25-sessiyasini yopiq e'lon qilaman. Xayr salomat bo'ling. Rahmat.